Akfalardan ondan tepeshibdi mana ustakalarimiz. Mana endi ustasi qanikin endi bo'lardi. Hoppa. Assalomu alaykum ustaka. Pulga ustingda pulga mollar bo'ladi. Qimmat material deb. Oz qoldim. Ha, onasini esi va ahvol qarab 3 kundan beri mashidamiz. O resniki solamiz deb. Qo'shnilardan keldi. Kim bu? Kelori. O, bunisi ham esiga bola, baylashasan, bo'ptimi? Molxonaga olib kelib baylashib kelsan, qo'yib. Keling. Assalomu alaykum ustaga. Alaykum assalom. Usta assalomu alaykum. Bir haftadan beri nima qilyapsizlar? Bu yerda aka. Ha, o'ylab yuribmiz bekarchilar va qarang. Kim bu? Yog'ochmi yo temirmi bu? Bumi? Nima o'xshayapti bu? Hani tog'li rangiga o'xshayapti-yu. Ha, zaraylar bo'lgan, akifada yangi zaraylar bo'lgan. Arziyatlarni Ozmoz ishlab ko'ring bilmadim, lekin qattiq bo'lsa akif bo'ladi, yumshoq bo'lsa zaray bo'ladi. Qarang. Olsangiz. Nima xizmat aka? yani shu akfa qilish kerak edi. Qanaqa javob berish kerak? Beramni. O'lchaymiz aka. Nimadan tog'lar qilish kerak tutdanmi? Mana shunaqa rang bo'lsa yana yaxshi. Bu tog'ni o'zi bu. Ha, bu aşkını 5-ki tog'larni olib kelganmiz, kesib, ashuna qilyapmiz aka. Rezinkalar nimcha u qattiq tushadi. Onasini endi pul güçlüydü bu ahvol qarang mana. Qo'llar bu. Qo'llar yirib ketdi bu ahvol qarang, ya'ni rezinka solaman dedi. Nima ahvol bu? Bu ustakalar jo'natib bergan, 06 ayni bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Qiyin bo'ladi. 06 ayni kalyonni bo'lgan bir fondan bera olasiz. Ukamni shuni o'lchab chiqamiz, undan keyin xudo xolasa. Bo'ldi.